Achchig'im yetdi-da, 3 talik dibman, 1000 talik dibman, qum talik dibman. Oddiy. Seskanish ham bir basharada bir achinish ham yo'q. Uni ham bir dadabadasi qanaqadir majbur jo'natganda bor bir so'ra nimadir deb beringsan degan. O'ziga tek qo'ysa yuraveradi dumbilga o'xshab. Dey kelib shunaqa deydi, bo'ldi, qayta yashab bo'lmaydi desa, bo'lmaydimi deydi. Ha, desam, ha, bo'pti deb ketaveradi. Hali qo'chqorim o'lib qoldi deydi-ku, unga ham ko'proq achinadi. Mana telefonini ayniga sinsa achinadiki, xotiniga achinmaydigan dumbil qo'zilar bor. Archilmagan dumbillar bor. Xotinini hurmat qilmaydigan, mensimaydigan, Allohdan qo'rqmaydigan shayton sifat ayollar bor. Erini bir tiyinga olmaydigan, xiyonat qiladigan eriga. Bular hamma halichi. Yigitlar, qiyomat bekorga bo'lmaydi, unutmaylik bu narsani. Qiyomat bekordi, mana to'y bekordan bekor bo'lmayaptimi? Mehmonxonani bekordan bekor qurmaydimi? Usti boshni bekordan bekor olmaysizmi?